Assalomu alaykum, hurmatli ekran oldida o'ltirgan ko'rurmanlar. Biz uchun qadrli bo'lgan azizlar, yaxshimisizlar? Men sizlar bilan birlikda bugungi kunda suhbatlik programmamizda bizning xalqimiz orasidan yetilib chiqib kelayotgan yosh kompozitor, talantli naqshchi Baxtiyor Rahmedinov bilan birlikda suhbatimizni davom qilgim kelyotdi. Sizlar bilan birga suhbat olib borg'uvchi ijodkor Niyagara Jamiyeva. Yaxshimisiz Baxtiyor, bizning yangi to'lgan programmamizga xush kelibsiz. Yaxshimisiz, rahmat sizga Niyagara. Men bu yoshlar orasidan yangi dunyoga kelgan programmadan so'yindim. Baxtiyor, vaqtingizni bo'lib, yo'q demay, hozirgi aldirash vaqtlaringizda kelganingizga tashakkur. Endi o'zingizni xalqimizga bir tanishtirib chiqsangiz. Assalomu alaykum, dunyoning barliq joyda yashayotgan aziz qarindoshlarim. Men Rahmid Baxtiyordan yalqulluq salom. Mening tug'ilib o'sgan yurtim Emgeç Kazak nahiyesi Malvayasida 1985-yili dunyoga keldim. Sizga qo'yilgan savollarimiz intayin ko'p. Endi shularning biriga to'xtalib o'tsak, san'at sohasida savollarni qo'ysak. Albatta bo'ldi. Xalq sizni birinchi naqshingiz Ranjima Jutum nomli naqshingiz bilan tanidi. Uningdan keyingi chiqqan naqshlaringiz, ijodlaringizdan hozir shu xalqimiz orasida, so'rinlarda, to'rbatlarida intayin olqishlarga, inkaslarga ega bo'layotgan naqsha u dunyoda nima aziz. Biroq nimishkudir bir ariqda siz san'at sohasidan yutib ketdingiz. Shuning sababini xalq bilan birga anglab olsak bo'ladimi? Albatta bo'ldi. Bu savol to'xtab kelsak, o'sha Ranjima Jutum degan naqsham bilan ham boshqa naqshim bilan o'sha xalqimizga to'nilib kelyapmiz desam xato olmayman. Chunki bu mening yozgan naqshlarim yangidan chiqyapti desam bo'ldi. Endi bu naqshlarimni isrodaga ilmay turib, men burun duta bilan mashrablarda, so'rovlarda ko'p aytdim bu naqshlarni. Keyin bu naqshlarni men isrodaga yozdim. Uningdagi dunyoda nima aziz degan naqsham chiqdi. Endi bu naqshni o'zingiz yaxshi bilasiz. Xalqimizga xizmat qilgan, ham xizmat qilib kelayotgan bizning Dilmurod Ko'ziyev akamizga arnab etilgan naqsha bu naqsha. Endi bu naqshning so'ziga kelsak, endi o'zimning kishilaridan ko'nglimga yaqin, eng ajoyib bir kishi deb edi. Hayotda bo'lgansa, albatta ko'p naqshlarni yozatdik u kishilar. Shu Erlan Qurbonov degan kishi yozgan bu naqshning so'zini. Bulardan boshqanda o'zimning bir 20 necha naqsham bor. Biroq bu naqshlarimning hammasini endi chiqish hozirgi zamonda bir hammasi hozir oqishga to'xtalib qoldi. Biroq Allohga shukr, bir tanlab endi asta-asta chiqaryapmiz naqshlarimizni o'zimizning kuchlar. Allah buyursa yangi naqshlaringizni kutamiz. Xo'p, tushundik. Ko'pincha siz shu dutta bilan jonliq ovozda naqsh aytadigan yaxshi ko'rdi ekansiz. Anglashimcha, shu pat yaqinda sizning bir yangi naqshingiz yo'q ko'ribdi. Albatta durust aytasiz. Endi bu naqsh to'g'riliq endi sizga men oldida demagan, chunki bu sizning programmangizga kelib aytib berishimni to'g'ri ko'rdim. Endi bu naqshning so'zini siz o'zingizning qo'l bilan yozgan naqsha. Endi bu tekstga men o'zim muzika yozib, tayyorlab endi ib kelgandim. Endi birlikda hozir anglab ko'rasiz xalq bilan birga. Xo'p, xush bo'ldim. Unda bo'lsa naqshingizni bir anglab ko'raylik. Bo'ldi. Naqshni aytib chidolmadim. So'zi Niyagara Jamiyeva, muzikasi o'zimdan. Qani birlikda bir anglab boqaylik. Qani tanishib biz o'tirag'aysizlar. Rahmat. Chidolmadim shuncha sabr qilsammo, men hayotdan herib qolgan o'xshayman. Chidolmadim shuncha sabr qilsammo, men hayotdan herib qolgan o'xshayman. Yengelmedim bana sınav kelsimu, men rastla tinep kalgan o'xshayman.
Yengelmedim bana sınav kelsimu Ben rastına tinep kalgan okşayman Küpürlükten korkup yana yürsem mi? Çidap yürüp igiz takka atlayman Küpürlükten korkup yana yürsem mi? Çidap yürüp igiz takka atlayman Acizlikten çamım yetmey tursam mı? Ben küreşip künüp kalgan okşayman Acizlikten çamım yetmey tursam mı? Ben küreşip künüp kalgan okşayman Sırt gözler otur sen polvon desmu Sırtım çındır çandırmayman desleymen Sırtım çındır çandırmayman desleymen Kim bilirdi sersan bolgan yürekni Gam kim bulup amalsızdın yaşayman Kim bilirdi sersan bolgan yürekni Gam kim bulup amalsızdın yaşayman Ben küreşip künüp kalgan okşayman